Üstümüzün yuratqını görəməyatsa, şundaqmı? Doğru dedim. Feride başqalarından yursu buludu. Sen hayvan bilen emez. Ey! Estağfurullah. Taqatımı çek oludu cuma. Bakaydı. Oldu qılın. Oldu. Keteylica. Yürün. Boptu. Feride'nin yüzünü qılay cuma. Feride'nin yüzünü qılay. Ferhat, toxta. Ey! Yine toxta deysen qo. Ha? İlyar, bizning ishimizga aralashmoqchi bo'lmang. Men sizga ish. Men Farhatni yaxshi ko'raman, bizning ishimizga aralashmang. To'xtabdi. Farida. Farhat, sana deb qo'yay. Faridani boshqa qizga o'xshash ahmoq qiladigan bo'lsa, seni bo'sh qo'yatmayman. Voy, nimandaq telefon qilaverasiz, jiddiy ishlayotganda. Qandoq qilaman? Davomli aldirashli deysiz. Ya bir qatim izlab qo'yaymi demaysiz. Birazini tepib oldingizmi ya? Undaq emas, Nurbiya. Sizga necha qatim dedim-ku, dadam meni savdo ishlarini o'rgan deb sirtqa chiqib qo'ymayotdi. Siz hozircha sal taqatga turing. Men bir haftadan keyin sizni cho'qim o'ynatib beraman, ha? Rasma? Ras. Anisvadingizda turingchimi? Cho'qim. Bir haftadan keyin sizni izlayman. Ha? Mush kunlarda Faridaning qo'limdan chiqib ketam degan deb bakla ansirab kelyapman. Nimadan ansiraysan, adash? U allaqachon sening olqiningga tushib bo'ldi-ku. Agar buningdan rozi bo'lmasam, boshqa qizlarga o'xshash uning masalasini bir taqlid etmamsan. O'chaqda u sana saljidak nakkel chaplashidi. Nammo Faridani xo'ltib qo'yib bo'lsa-mu, bahsdan yetishni o'ylagan, lekin u bak ehtiyojchan ekan. O'zingni ko'rding, o'ltirishlarda faqat ish mayda emasmi? Hamon fursat keladi. Lekin darhol Nurbiyadan ayrilib ket. Nayt kelsa, ozroq pul xashlaysan. Farida bilan yurayotganingni bilib qolsa ishim buzadi. To'g'ri deysan. To'g'ri. Avval Nurbiyadan ayrilib ketay. Faridaning ishiga kelsak, bak amal bo'lmasa, majburlab bo'lsa-mu, maqsadim yetaman. Qanday xola? Sen xotirjam bo'l. Ishnim bo'lmaydi.